Abbos bacham qani? Abbos bacha keldi bu yerga. Qani? Abbos bacha bugun charchagan ekan, mana aytishyapti. Kayfiyatlar zo'r. Rahmat hozir. Abbos bacha uchun mana shu ko'rsatuvni ko'rasizlarmi? Qanday endi? Ikkovlaringiz uchun ham ko'ramiz. Abbos bachani nimasini yaxshi ko'rasiz aynan? Bi Abbosning gaplari chiroyli, o'zi ham chiroyli. Men Abbos bachani yaxshi ko'raman. Munchalar zo'rsan deganlarini. Aynan mana shu buxorolik insonlarni kayfiyatlari juda ham zo'r. Ayniqsa kulishlari undan ham zo'r. Bu endi qanday qilib mana shunday samimiyatni, mehrni o'zingizlarga juda ham ko'p olgansizlar. Odamlarning quvonchidan, bolalarimiz, nabiralarimiz, abiralarimizdan baxtli onaman, boy onaman. Aynan sizga o'xshab boy ona bo'lib yurish uchun nima qilish kerak? Baxtli yashash kerak, kulib yashash kerak. Uynab yashash kerak. Men faqat uynab yashayman. Dod, mana shunday bujonlarimiz ko'paysin. Azizlar, agar kulayotganlarni sezayotgan bo'lsanglar, Saida Rametova aktrisamiz, ustozimizning ovozlariga juda xuddi eshakchimanda. kulib qo'ying. Voy, dod. Qoyillik azizlar, mana shunday zo'r atmosfera bizda bo'lyapti. Bujonlar, onajonlar, sizlarga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Birgalikda bunchalar zo'r deymiz. Keting, 1 2 3. Bunchalar zo'r.